Hammaga assalomu alaykum. G'oyadan brendgacha proyektimizning bugungi mehmoni DK Akademiyaning bosh kuratori Hilova Ibragimovna. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Takliflaringiz uchun kattakon rahmat. Hilova, o'zingiz haqingizda aytib o'ting. Ismim Hilola, yoshim 29 da. O'zim Jizzaxdan kelib kelganman. O'zim hozirda 3 nafar farzandning onasiman, dekretdagi ayolman, alhamdulillah. Onlayn infobiznesda 3 yil tajribasiga ega katta kurator bo'lib ishlab kelyapman. Javob uchun kattakon rahmat. Sizga bir necha savollarimiz bor, shularga javob berib ketsangiz. Birinchi savolimiz, Jizzaxdan kelin bo'lib kelganman deb aytdingiz. Yangi muhitga moslashish qiyin bo'lganmi? Yangi muhitga moslashish men uchun u darajada qiyin bo'lgan emas. Sababi meni xo'jayinim taraf qarindoshlarimiz juda ham ilk kutib olishgan. Tushmagan joyimni tushuntirib, ayblarimni yashirishib, o'zi xo'jayinim taraf juda ham katta avlod, katta uyga kelin bo'lganman. O'zlarini bor mehrlarini berib, o'zini qizlaridek bag'riga bosib, bu yoqdan o'zim xolalarim, kelinoylarim ham juda ham zo'r menga katta yordam berishgan. Qiynalmadim desam ham bo'ladi. Javobingiz juda ham chiroyli bo'ldi. Keyingi savolimiz, onlayn infobiznesga ilk qadamingiz qanday bo'lgan va eng katta darsingiz nima bo'lgan? Onlayn infobiznesga men ilk qadamim birinchi koreyskiy kosmetika sotganman onlayn WhatsApp guruh orqali. Shu yerda klientlarni yig'ishni boshlaganman. Ana shundan keyin kosmetikadan tushgan оборотni o'sha payt sayramimizda endi hit bo'layotgan обучениeni o'rganganman, ya'ni Pinduoduo saytini o'rganganman. Men ilk kuratorim Klara Pay bo'lgan. Klara Pay juda ko'pchilik hamma taniydi. Aslida kurator qanday bo'lish kerakligini, har bir o'quvchi bilan qanday mehr berib ishlash kerakligini mana shu insondan o'rgandim desam ham adashmayman. Обучение o'tganman, tovar sotganman. Shuni orqasidan o'sha onlayn infobiznesga men qiziqishim juda ham ortgan. Juda ham yaxshi. Savolimizning ikkinchi qismi, eng katta darsingiz qanday bo'lgan? Eng katta darsim onlayn infobiznesda hammaga ham ishonish kerak emasligini ham bir o'rganganman. Albatta yaxshi bor joyda yomon odamlar ham bo'ladi. Sababi o'sha paytda Instagramda juda ham ko'p oldimdan chiqardi. Trading bilan plyus ko'paytirib beramiz degan. Shunda bir ayolga to'g'risi aldanganman. 40 ming tangaga aldanganman. O'sha kuni aldanganman ham. Shu kuni kechki paytda DK Akademiyasiga ham kelganman. O'zini xayri bo'lganda bir yomonlikning orqasidan bir yaxshilik keladi deb nimani sotib oldim, nimaga qadam qo'ydim, umuman bilmaganman. Chunki qozoq tilini umuman bilmas edim, gapirishga uyalar edim. Lekin ana shu paytda o'zimga o'zim savol berdim. Qachongacha uyalib yurasan? Chunki o'sha bolalarim katta bo'lyapti, maktabda darsliklar qozoq tilida o'tiladi. Oyi, mana qanday bu qanday desa bilmadim deb o'tirish to'g'risi o'zimni vijdonimga to'g'ri kelmadi. Nima bo'lsa bo'lsin deb hech kimga aytmasdan, xo'jayinimga ham, oyimga ham aytmasdan sexa boshlaganman. Keyin xo'jayiningizga, uydagilarga aytish qiyin bo'ldimi va ular sizga podдержка berganmi? Podдержка berishdi. Shu paytda aldanib qolgan paytimda xo'jayinim aytgan, qaytib onlayn haqida menga og'iz ochma degan. Umuman qo'rqqanman, agar hozir buni ham aytsam, nima desam bo'ladi? O'rganishimga yo'l qo'ymas edilar, aniq edi. Keyin shu payti o'zim tog'am o'g'liga akamga telefon qilganman. Esimdan ketmaydi. Aka, mashina narsani o'rganmoqchiman. Uvereni bo'lib aytganman, 1 oyda plyus qaytarib beraman. 1 oyda. Hali biroq ish boshlamadingiz. Umuman hali men nima sotib olayotganimni ham bilmayman hatto. Qanaqa ish qo'limdan keladi? Даже qo'limda notebook yo'q. Notebookni umuman n harfini bilmayman. Chunki 10 yil dekretda o'tirgan ayolman. Akam bo'ldi beraman dedi. Akam berdilar. Natijaga xo'jayinim ishga ketardilar ertalab, kechqurun kelardilar. O'sha payt hech esimdan ketmaydi. Qishni kuni edi. 3 ta farzandim qizilcha bo'lib og'rib qolgan payt edi. 3 ta farzandim. O'sha stress, depress hammasi qo'shilgan payt edi. Olganman, darsliklarni ochib ko'rganman. Nimani qayerdan boshlashni. Qozoqchani tushunmaganimdan keyin menga juda ham qiyin bo'lgan. Xo'jayinim ishdan kelguncha yozardim, xo'jayinim ishdan kelguncha o'qirdim, YouTubedan ham ko'rardim, darsliklarni ham qilardim. Keyin xo'jayinimga aytgan, menga notebook ulfatdanmi, kimdandir olib kelib berib turing. Nimaga? YouTubedan prosta kuch ochishni o'rganyapman. Prosta YouTubedan deb olib kelib berardilar, o'rganardim. Bitta kulishni 2 soat ochganman. Bitta ipini
boshida ertalab 8 da boshlagan bo'lsam, kechki payt 4 da tugatganman. Esimda. Men yozib olar edim. Boshida bitta narsani necha soat ochdim, necha soat qildim debda. Yig'lab yozgan paytlarim ham bo'lgan. Ashki hozir konspektlarimni o'qib qarasam, yoshlarim, tomgan yoshlarim qotib turgan bo'ladi haligacha-da. Nimagaki, bir paytlari dato charchab ham qolamiz bu ishdan-da. Charchab ham qolamiz. Ana shu daftarimni ochib qaraganimda, shu ko'z yoshlarimni ko'raman-da, voy Hilol, sen shuni 3 yil oldin orzu qilding-ku. Sen shunga yig'lab so'rading-ku Xudodan, nimaga tashab ketar ekansan? Ya'ni motivatsiyani men o'zimga o'zim beraman. Men kimdandir motivatsiya olib, kimdir menga motivatsiya bersin deb kutib yurmayman. O'zimdan o'zim olaman. Alhamdulillah, mana 3 yil oldin Allohdan so'raganlarim ortig'i bilan menga kelib turibdi-da. Men shu Allohga shukr deyman. Allohga yaxshi tavakkal qilgan bandalarni Allohim ham yaxshi ko'rar ekanda. Har doim Allohga yaxshi tavakkal bo'lish kerak ekan. Biz qayerda harakat qilamiz, qayerda rizqimizni izlaymiz, Allohim shu yerda bizga albatta rizqimizni bergan bo'ladi. Xo'jayingiz shu bilan qachon bildi? Xo'jayim shu bilan 1 oydan keyin bildilar. Birinchi topgan daromadim 10 ming tanga bo'lgan. 10 ming u payti qaynonam, oyim chet davlatda bo'lgan edilar-da. Shu payti 10 ming tanga topgan bo'lsam, oyimga 5 ming tangasini juda ham xursand bo'lib solganman. Duo qilib qo'ying, men shunaqa ish boshladim deb men oyimga shuni aytganman. Oyim rosa xursand bo'lgan. Chet davlatda yursam ham sen meni o'ylab, savorib, chunki oyimlarning qizlari yo'q. Ikkita o'g'il, men kelinlari degan emas, qizlaridek ko'radilar. Meni alhamdulillah sekin-sekin niyat qilgan sovg'alarimizni berib, ularni xursand qilib, ko'ngillarini olib, kimga qancha umr berilganini, kimga qancha hayot berilganini faqatgina Alloh taolo biladi-da. Shu paytda uje odam bu dunyoda o'tgandan keyin unga qancha nima desam bo'ladi, dasturxon yozing, boshqa qiling, uning hech qanday foydasi yo'q deb o'ylayman. Tirik paytida, yonimizdagi paytda ularni ko'nglini olib, hech bitta shokolad bo'lsin, hech bitta gul bo'lsin, arzimagan narsa bilan ota-onalarimizni, qaynona-qaynotalarimizni ko'nglini olsak bo'ladi. Bizga hozir shunday imkoniyat berilgan. Shuning uchun hamma yoshlarga maslahatim, ishlasin, bilim olsin, o'zini oilasiga, ota-onasidan pul olishni o'rniga olib borib bersin. Oyijon, mana topgan daromadim, duo qilib qo'ying. Oyijon, mana topgan, hatto boshiga bitta ro'mol o'rab qo'ysa ham shular qanaqa xursand bo'lib, ichidagi emosiyasini chiqara olmasligi mumkin. Lekin qizim voy o'zi mustaqil shu narsani qilayotgan ekan deb xursand bo'lib shular duo qilib qo'yadilar. Javobingiz juda ham chiroyli bo'ldi. Keyingi savolimiz, onlayn ishingizni haqiqiy ish deb hisoblamaganlar ko'p bo'ldimi va hozir ularga nima der edingiz? Haqiqiy ish deb qabul qilmaganlar oldin ham bo'lgan, hozir ham bo'lib kelyapti. Misol uchun biz gaplashamiz, ayollar bilan kelishadi. Ko'pincha hozir bizga nima deb kelishadi bilasizmi? Bu yomonlash emas, yo boshqa emas. Davlat bizga misol uchun qanday yordam beradi? Qanday davlatdan pul olsak bo'ladi deb kelishadi-da. Yo'llarini aytamiz, lekin unga uni oilaviy sharoiti to'g'ri keladimi, yo'qmi? To'g'ri kelsa to'g'ri keldi. To'g'ri kelmasa, hozir misol uchun davlatdan pul olish oson narsa emas. Juda ham hozir tekshirilishi kuchli bu narsalarni. Keyin men aytaman-da, davlat mayli yordam beradi. Bolani 3 yoshigacha yordam berar, mayli 4 yoshigacha yordam berar. Lekin qachongacha? Farzandni o'zimiz uchun dunyoga keltirdik. Uni hayotini chiroyli yashash uchun, yaxshi kiyinish uchun, yaxshi maktabda o'qishi uchun biz ota-onalar harakat qilamiz. Xo'jayinlarimiz misol uchun ertadan kechgacha tinim bilmay ishlashadi, bu rost. Lekin hozir 10 tadan 9 tasini boshida krediti bor. Biznesga kredit olgan, misol uchun uyni remont qilishga kredit olgan, boshqa olgan. Xo'jayinlarimiz ishlaganlar misol uchun kreditga ketsin, uyni produksiyaga ketsin, lekin bir paytlar shunday bu hayot turmushda bo'ladi-da, turmushning mushi ham bo'ladi degandek. Misol uchun ayol kishi bir narsa olaman desa, xo'jayini bu yoqdan yetkiza olmasligi mumkin. Lekin o'sha payti sen menga yetkazib bera olmayapsan deb urush janjalni o'rniga ayol kishi uyda hozir hamma imkoniyat bor. Hatto qo'ldagi telefon orqali, uyda turgan notebook orqali ham bemalol o'z og'risi daromad topa oladi. Lekin biz shu narsani aytsak tushunishmaydi. Nimaga desak, hozir bu ishda ko'pchilik ishlayapti deydi, saramda juda ham ko'p deydi, boshqa deydi, lekin men aytaman-da, har bir odamni rizqi bo'lak. Misol uchun, meni rizqimni unga, uni rizqini menga Alloh taolo berib qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? Harakatimizga yarasha Xudo xolasa Allohdan so'raymiz, shunga qarab beradi. Men ayollarga bunday misol qilaman-da. Misol uchun qiyin deyishadi. To'g'ri, qiyin, hech narsa oson emas. Biz ayollar, men ayol bir kishi bo'lganim uchun bunday misol qila olaman-da. Misol uchun turmushga chiqqanimizdan keyin o'sha homilador bo'lamiz.
to'g'rimi? Lekin farzandni dunyoga keltirish jarayoni qanchalik qiyin. Ungacha bo'lgan toksikoz, kechqurungi uyqusizliklar, masalan, analiz bor topshiradi, boshqa topshiradi, bolani sog'lom dunyoga keltirish uchun vitamin ichadi, to'g'rimi? Mayli yeyolmasligi, icholmasligi mumkin. Keyin farzand dunyoga keltirish jarayonida misol uchun biz jonimizni qo'limizdagi doktorga omonat qilib topshirmaymiz-ku, to'g'rimi? Doktorlar ikkinchi darajalik. Birinchi o'rinda nima deysiz? Ey Allohim, farzandimni ham, meni ham jonimni o'zingga omonat qilib topshirdim. Inshaalloh farzandim sog', omon dunyoga keltirib olay deb biz Allohdan so'raymiz. Men aytaman, nimaga o'sha payt Allohga so'rab, Allohga biz jonimizni topshira olamiz-da, bilimga kelganda biz qo'rqamiz. Bilim tug'ishni oldida hech narsa emas deb o'ylayman-da, mencha. Bilim faqatgina olasiz, o'qiysiz, rivojlanasiz. Ayollarga shu narsani aytaman, shunda ham xo'jayinam deydi, qaynonam katta uydaman deydi. U narsalar prosta bahona, shunchaki bahona. Agar ayol kishi xohlasa, u kerak bo'lsa millionlik ko'ylakni ham eriga oldiradigan darajada-da. Ayollarning makri shunday. Bilamiz-ku endi ayol kishi bo'lganimizdan keyin prosta o'zlarida xohish yo'q. O'zlarida erinchoqlik. Mana peshonamga shu yozilgan ekanda, bo'lar ekanda, faqat sizga buyuribdi-da emas. Odam o'z harakatda barakat, bekordan bekorga Alloh taolo aytmaydi. Menga yaxshi tavakkal qilgan bandalarimni men yaxshi ko'raman demaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda onlaynga birinchi qadam qo'yish qo'rqinchlik, juda qo'rqinchlik. Shu qadamni bossagina o'sha inson albatta natijaga erishadi. O'zingiz aytib o'tganday, ayollarimiz uchun sharoit juda ham ko'p. Nega siz aynan shu yo'lni tanladingiz? Men o'zim Jizzaxda o'qib yurgan paytimda moliya banki yo'nalishini bitirganman. O'zim kasbimni juda ham yaxshi ko'rardim. Amaliyotlarga borardik, kursdoshlarim bilan yurardik. Har bir bankka amaliyotga borganimizda orzu qilardim. Shu bankda oq o'zlarining formalarini kiyib, notebookda, kompyuterlarda ishlashni juda ham qattiq yaxshi ko'rardim. Endi keyin taqdir taqozosi bilan qiz bola palxamon toshi qayerga otilishini hech kim bilmaydi. Rizq nasibam mana shu sayramga qo'shilgan ekan, shu yerga kelin bo'lib tushdim. Endi baribir ko'nglimda qanday armon borligini, qanday orzu borligini endi baribir Alloh taolo biladi-ku. Shunga qarab 10 yil bo'lsa ham oradan mayli 10 yil va ko'p vaqt o'tdi, lekin alhamdulillah shu orzumga meni yetishtirdi. Mayli hozir bankda ishlamasman, mayli hozir formada o'tirib shu joyda ishlamasman, lekin Xudoga shukr uyda o'tirib ana shu notebook'im toza, akkuratniy ish bilan o'qiyman degan qizlarga mana shu обучениeni o'rgatib, avvalambor Allohim, lekin bu hayotda sababchisi bo'lib kelayotganimga juda ham xursandman. Men darsni prosta tak qizlarga o'rgatib qo'ymayman. Meni bu sohaga kelishimdan oldin niyatim bo'lardi. Allohdan so'rardim, Alloh taolo mana shu tirik paytimizda saxiy boylarning qatoridan qilgin. Mana sayramdagi biznes liderlarning qatorida bo'lay, o'zimni ko'rishni xohlayman. Chunki bu yerga kelganimda tanimas edim hech kimni, faqat qarg'osh-urug', boshqa hech kimni tanimas edim. Yo aka-ukam, sinfdosh kursdoshlarim hammasi Jizzaxda qolib ketgan. Dugonalarim ular bilan уже sekin-sekin отношениям uziladi, hamma o'zi bilan o'zi bo'lib ketgandan keyin oilamdan tashqari o'zimni yaxshi ko'rgan ishim, oilamdan tashqari yaxshi ko'rgan yana kichkinagina bir oilam bo'lishini, yaqin dugonalarim bo'lishini xohlardim. Bilimni nima desam bo'ladi? Prosta tak berib qo'ymay, shu olgan pulimni halollab olib, ertaga savol javob bo'layotganda nariga dunyoda o'zimni oxiratim uchun ham yaxshi amallar bajarib kimdir menga xilola sizdan Alloh rozi bo'lsin deb duo qilishi men uchun juda ham katta narsa. Xoh klient bo'lsin, xoh menga keladigan bir o'quvchi bo'lsin, ayol bo'lsin, men aytaman Alloh roziligi uchun duo qilib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin deb ular chindan duo qilib qo'yadi. Mana shu darajaga yetib kelishimni ham ularning duolari juda ham katta deb o'ylayman. Va eng asosiy sababi bu ishni juda ham mehr berib yaxshi ko'rganim sababi men o'zim onam rahmatlik advokat bo'lib ishlaganlar. Ularning ham maqsadi bo'lgan, orzulari bo'lgan edi. Qizim ham mana shu sohada ishlasin degan. O'zimdan xafa bo'lardim o'sha paytda. Bitta qiz bo'lib, onamni o'sha paytdagi orzusini amalga oshira olmadim degan. Lekin Xudoga shukr Allohim yetkazdi. O'ylayman, oyim hozir ruhlari shod. Meni xursand bo'ldilar deb o'ylayman. Bobom rahmatlikni ham nima desam bo'ladi, ishonchlarini oqlab joylarida tinch yotibdilar deb o'ylayman. Mana xursand bo'lib, malades mana shu qizim uddaladi, ishonchimizni oqladi. Oradan mayli ancha yil o'tgan bo'lsa ham
kecha emas, bilim olishga ham, kecha emas ekan, ishlashga ham. Faqatgina odamni ana shu oldiga qo'ygan maqsadi aniq bo'lsa, o'zini orzusiga yetish yo'li aniq bo'lsa, Alloh taolo o'zi yo'q joydan shunday imkoniyatlarni berib qo'yar ekan bandasiga. O'zingiz kutmagan joydan, kutmagan sharoitda boshlab ketar ekansiz. Oyijoningizning joylari jannatdan bo'lsin. Ular albatta siz bilan faxrlanadi degan umiddaman. Keyingi savolimiz, 3 yil davomida 100 dan ortiq shogirdlaringiz bor. Ularning natijasi hammasi a'lo. Buni siri nimada? Men hozir bu fishkamni aytsam, hamma fishkam bilib qoladi. Menda hech qanday fishka yo'q. Menda hech qanday fishka yo'q. Birinchi o'chirda har bir kelgan o'quvchi bilan men daromad yo'nalishi bo'yicha dars o'tmayman. Birinchi uni ichki holati bilan dars o'taman. Har bir ayolni o'zini ichida, albatta onlayn kelgan har bir ayolning ichida ozgina bo'lsa ham negativi bo'ladi. Ozgina. Yo o'zini ota-onasidan xafa, yo aka-ukasi, opa-singlisi, xo'jayinidan xafa, uydagilardan xafagarchilik bo'lib boshlaydi. Misol uchun, u menga bermayapti pul, misol uchun so'rasam bermayapti. Keyin aytaman, bizga pul berishga hech kim majbur emas. Hech kim. Qo'l oyog'imiz butun, boshimiz joyida, ko'zimiz ko'radimi, qo'limiz ishlaydimi? Nimaga biz o'zimiz uchun harakat qilmas ekanmiz? Farzandlarimizni o'rgatyapmiz-ku, misol uchun o'zing harakat qil, kiyiming kiyishga harakat qil yoki bo'lmasam o'qishga, maktabga borib kelishingga, o'zing mustaqil dars qilishni o'rgan. Nimaga o'sha amalga biz o'zimiz rioya qilmaymiz ona bo'lib? Qush birinchi o'chirda uyasida ko'rganini qiladi, to'g'rimi? Misol uchun, meni maqtanish emas, meni farzandlarimga uyda o'tirib daromad topish o'sha yangilik emas. O'sha biladi. Xudoga shukr, maktabga borib ham bolalarim maqtanib aytadi. Meni oyim mashina dars beradi, meni oyim mashina ish bilan ishlaydi. Misol uchun men o'zimga ravo ko'rmadim. Oyim prosta uy bekasi. Prosta uy bekasi degan gapni misol uchun men o'zimga loyiq ko'rmadim. Nimagaki erta kunda baribir farzandlarimiz bu joyga o'qishga kirganda ham, boshqa kirganda ham siz xoh tan oling, xoh tan olmang, oying, adang misol uchun qayerda ishlaydi, nima ish qiladi deb so'raladi. O'sha paytda misol uchun oyim mashina dokument ish bilan ishlaydi, adam mana bunday ish bilan ishlaydi degani men o'zimga yoqadi u narsa. Bilganimdek, sizning ishingizning yaxshi taraflari uyda bolalarga ham tarbiya, uyni ishi hammasini birga, undan tashqari ishingizni ham bir vaqtda qila bilasiz. Albatta, hech qanday rasxot yo'q. Onlaynga 2 soat vaqtingizni ajratasiz. Misol uchun ovqatingiz ham tayyor bo'ladi, farzandlaringiz ham yoningizda bo'ladi, uyingiz ham toza bo'ladi, kir yuvilgan bo'ladi, narsa misol uchun tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi men o'zimdan har kuni ham tayyorlayman deb ayta olmayman, to'g'risi. Bir paytlari juda ham ko'p, endi miya bilan ishlaganimizga charchab ham qolamiz. Bir paytlari ovqat qilmay qolgan paytlarim ham bo'ladi. Lekin tushunishadi uydagilarim, xo'jayinim ham, oyim ham tushunadi. O'sha paytda misol uchun nimadir zakaz qilib, ularni xursand qilib, farzandlarimizni misol uchun uyni ovqatidan charchaydigan payt bo'ladi-ku baribir. Farzandlarimizni mana shunday xursand qilib, ularning yonida mana shunday daromad topib yurganimdan juda ham xursandman. Boyaga aytganimdek, ayolning ichki holati bilan ishlayman dedim-ku birinchi o'rinda. Nimagaki ichida negativi bor odamga hech qachon daromad kelmaydi. Hech qachon kimdandir xafa bo'lgan odam, kimdandir nima desam bo'ladi, xafagarchiligi bo'lgan odamga hech qachon daromad kelmaydi. Keyin daromadni birinchi o'chirga qo'ygan odamga ham hech qachon daromad kelmaydi. Qarzni ko'p o'ylagan odamga ham hech qachon daromad kelmaydi. Navot qarzni o'ylagan odam agar hayotda ko'rib e'tibor bergan bo'lsangiz, qarz bo'lib ketaveradi. Nimaga? U o'sha qarz paytida ko'proq Allohni eslaydi-da. Biz qaysi payt ko'proq Allohni eslaymiz? O'sha situatsiya bizning hayotimizda juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun biz hayotimizda 500 tangani, 1000 tangani bo'lsa ham topdik, to'g'rimi? Onlayn ishimizda-da. O'sha paytda men o'quvchilarimga aytaman, o'sha payt topdinglarmi? 5 minut vaqtingni ajratinglarda Allohga shukrchilik aytinglar deyman. Nimagaki, shu pulni bir kun topgan odamlar ham bor, ertalabdan kechgacha ishlab shu pulni topmagan insonlar ham bor. Uyda, issiq uyimizda, farzandlarimizning yonida Allohim mana shunday imkoniyat berib, bugungi rizqim 500 tanga bo'lsa, 1000 tangasi berganingga shukr qilib, Allohga shukrchilik keltirsin. Shu narsa hayotida undan chiqmaydi. 1000 tangasi 2000 tanga bo'ladi, 2000 tangasi 3000 tanga bo'ladi, 5000 100 ming tanga bo'ladi. Bu isbotlangan narsa. Agar u faqat qarz paytida Allohni eslab, Allohim men qarzimdan chiqishimga yordam ber, Allohim nimaga faqat mendan bunday qarz deydigan bo'lsa, bo'ldi, u nolishga kiradi, noshukrchilikka kiradi u narsa. Kimgadir nimadir deb va'da bersangiz,
misol uchun mana ishingizni bitirib beraman, bo'ldi, xo'p deb va'da berdingiz, bergan va'dangizdan qarz hisoblanadi. Agar o'sha siz bergan va'dangizni bajarmadingizmi, o'sha insonni oldida, shuni hisobini siz qarz orqali to'laysiz. Vaqti keladi qarz orqali. Chunki u inson ishondi-da sizga. U ishonchini oqlab berishingiz kerak. O'sha inson sizga kelib uni iltimosini aytishi ham, uni ishi tushishi ham bu Alloh taolo izni bilan-da. Shuncha millionlarga insonlar orasidan sizni tanladi, sizga yubordi shu bandasini, lekin siz shu bandasini ishini bitirib bermadingiz. Uni hisobini siz albatta qarz bilan to'laysiz. Shuning uchun men eng katta fishkam deb ayta olaman, men ayollarning ichki holati bilan ko'proq ishlayman. Qachon 500 tangaga shukr qilishni, Allohga xat yozishni, kuniga 5 ta daftar albatta tutkizaman. Allohga xat yozish daftarini o'rgataman. Shukrchilik, Allohga oson texnikasini, keyin free writing degan bir daftarimiz bor. Erta to'liq negativlarni yozadi. Misol uchun bugun hayotini xo'jayini bilan urushib qoldim aytaman. Xo'jayingiz urushib qoldingizmi? Yozing. Xo'jayini menga bugun bunaqa dedi-da, men xafa bo'ldim-da, bo'ldi. Daftarni shuni oyda yoqib yirtib tashlang. Bo'ldi, ana bo'ldi. Hayotidan chiqib ketdi. Shunday narsa. Negativni ham chiqara bilish kerak-da. Keyin stressga tushganda ham uzoq aytdim. Uzoq stress 3 kun. 3 kundan stress oshib ketdim, bo'ldi. Stress ustiga stress qo'shilaveradi. Uzoq stress 3 kun, misol uchun biz ham ishlagimiz kelmaydi, dam olamiz, 3 kun dam olamiz. 3 kundan keyin bo'ldi o'sha kasbimiz o'sha nol bo'lib qoladi. Keyin o'sha bo'ldi, voy, hilol bo'l, stressdan chiqdi. O'sha ishlar deb shunday qilamiz. Onlayn ish zo'r. Juda ham qattiq yaxshi ko'raman shu ishimni. Suhbatimiz juda ham foydali ma'lumotga to'la bo'lib o'tmoqda. Keyingi savolimiz, ayol kishi uchun onlayn ish vaqtincha ishmi yoki davomiy ishmi? Men bu gapga, o'zimni gapim, mana shu gapimga 100% garantiya berib ayta olaman, bu davomiylik ish. Nima sababdan? Chunki qarang, maktabda qancha vaqt ishlaysiz? Misol uchun, bilmaysiz-ku. Misol uchun, mo'sh dekretga chiqib ketasiz. Mo'sh balkim u ish yopilib qolar, maktab yopilib qolar yoki bo'lmasam sog'lig'ingiz to'g'ri kelmay qolar. Lekin onlaynda olgan bilimingiz siz boshqa respublikada bo'ling, boshqa chet davlatga chiqib keting yoki bo'lmasam mana shu Qozog'istonning boshqa bir shahriga o'tib keting. Bu o'zingiz bilan ketadigan narsa-da bu. Ya'ni boyaga aytgandek, qo'limizdagi pulni ham, ishni ham olishi mumkin, lekin bizni bu yerimizdagi bilimni hech kim ola olmaydi. Hech kim. Shuning uchun men ayollarga aytaman-da, mayli siz davlat ishlang, mayli medsestra bo'lib ishlang, mayli maktabda o'qituvchi bo'lib ishlang, lekin qo'lingizda yana ham bir ko'proq qo'shma daromad olib keladigan ish bo'lsin. Hozir ko'pchilik yana bir noto'g'ri fikrini aytib o'taman-da, qo'shimcha daromadni-chi ayollar qachon o'sha izlashga tushib ketadi deb aytaymi sizga. O'sha kredit, rassroshkalarni to'lolmay qolgan payt bo'ladi. O'sha ARSga tushib, ana shoti bloklanib, keyin o'sha qo'shimcha daromad topishim kerak degandek bo'lib qoladi. Yo'q. Qo'shimcha daromadni o'sha vaziyatga yetmasdan oldin boshlash kerak. O'shanda kreditni vaqtida to'lay oladi, xohlasa dastroshni yopadi, rassroshkasini ham to'lay oladi. Va shunday vaqt keladiki, kredit rassroshkasiz ham narsa oladi. Misol uchun men o'zimda shunday ko'p narsa qiziq bo'ladi-da, gaplashamiz qizlar bilan. Misol uchun bizning akademiyamizda nalishka pulga ola olmasa ham red rassroshkaga olish imkoni bor-da bizda. Ustiga hech qanaqa foiz qo'shilmaydi. Kim aytaman-da, mayli oling, zato bu ishni olgan rassroshkangizni dastroshni yopib olasiz. Men 100% uverenniy bo'lib ayta olaman bu narsaga. Yo'q, voy rassroshka bermayapti dedi-da. Keyin qarasak o'sha ana narsani olib tashlagan bo'ladi-da. Yo'q, olsin, olmasini emas, olsin, kiyim hammamizga kerak, ayollarning joni dilimiz. Lekin shuni to'lashga o'zini qo'lda qo'shib daromadi bormi? Mayli xo'jayini 1 oyini berar, 2 oyini berar, 3-oyda puli bo'lmay qolsa-chi. Bera olmay qolsa nima bo'ladi? Erim bermayapti deydi, o'zini akasiga yo opasiga, adasiga telefon qiladi-da, rassroshkam bor, to'lab berib yuboringlar deydi-da. Lekin men aytaman-da, shuni hozir teskari vaziyatda bizda bo'lish kerak emasmi? Naborot ota-onamizdan so'rashni o'rniga ota-onamizga beradigan paytimizda, chunki bizni ular uzatishdi. Farzandlarimiz dunyoga kelgandan keyin ham misol uchun bor bizni qilib kelishdi, to'g'rimi? Qizim shu yerda tinchsin, boshqa qilsin deb farzandlarimiz misol uchun biz ota-onamizga aytishadi, o'zing tinch bo'lsang bo'ldi, sendan menga hech narsa kerak emas deydi. Lekin baribir bunday qarasangiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda nima ko'p oyisiga хотя бы hajga yuborgan, mashina podarka qilgan, to'g'rimi? Hatto qizlar ham. Lekin havas qilishadi. Lekin ana endi qarang, biz ota-onamizga shu narsani berishimiz uchun bizda nima kerak? Albatta pul kerak. To'g'ri, pul baxt olib kelmaydi.
pul bizga nima desam bo'ladi, energiya olib keladi ayollarimizga. Energiya, ota-onamizni xursand qila olamiz, hajlarga yuboramiz, mashina olib beramiz. Mayli, sharoitimiz to'g'ri kelsa, mayli tilla olib beraylik. Lekin shu narsani ota-onamiz tirikligida qilaylik. U narsaga juda ham boy ketgandek imkoniyat juda ham ko'p. Avvalgidek dalaga chiqib, misol uchun, kartoshka, piyoz opa-dodalarimiz eshitamiz, kichkina chaqaloqlarni hattoki bellariga bog'lab, onalarimiz, dodalarimiz oldida yordam berishgan. To'g'rimi? Misol uchun kavlab olishiga, ekishiga. Hozir bizda unaqa narsa emas-ku, qiyinchilik emas-ku. Oson yo'l bilan ham hozir daromad topsa bo'ladi. Xo'jayinlarimiz ham onlayn ishni hozir ko'pchilik erkaklar mashinik deb o'ylaydi. Nimaga deydigan agar savol beradigan bo'lsangiz, chunki ular ertadan kechgacha jismoniy ishlashadi-da. Ular pulni mehnat orqali topishadi. Endi qarang, mehnat orqali topib yurgan insonlar onlaynda oson daromad kelishiga ishonishmaydi. Ular chunki misol uchun taksichilik qiladi yoki bo'lmasam u joyda ishlaydi, ustachilik qiladi, to'g'rimi? Yevro remont qiladi. Ularda hayotida shu narsa shakllangan. Ular o'zlari mehnat qilib daromad topgandan keyin ayollari mashinada mehnat qilib daromad topadi deb o'ylashadi-da. Lekin hozir onlaynda hamma ham mashinaga emas. Bilimni orqasidan ana shu bilimni boshqalarga berish orqali ham bir kunda yashirmayman 80 mingdan 100 minggacha bemalol daromad topa olasiz. Shu orada yana bir savol berib ketay. Ayollarimizga moshenniklarni qo'lga tushmaslik uchun qanday maslahat berar edingiz? Endi qarang, misol uchun mana shu onlayn bizni kursimizga keladigan bo'lsak, hozir bu kurs bilan ishlayotgan ayollar juda ko'p. Juda ham ko'p. WhatsApp orqali misol uchun ular targetga chiqaradi, reklamaga chiqaradi. Biz ham xuddi shuni targetga chiqaramiz, reklamaga chiqaramiz, beramiz reklamaga. Avvalambor o'sha ayolni o'zini natijasini ko'rish kerak. Boshqa birovni misol uchun chekini yuborishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa bir o'quvchilarni natijasini yuborishi mumkin-da, lekin aynan o'zi qanday natijaga erishdi? Chunki tanishtirayotganda o'zini birinchi ism familiyasi bilan tanishtiradi, to'g'rimi? Men misol aytaman, men ismim Hilola, Ibragimovna, o'shanda. Keyin men o'zimni danim, o'zim shu paytgacha qanday erishdim, shularni yuboraman men. Birovnikini yubormayman. O'zimni o'quvchilarimni arxivlarini yuboraman. O'zimning gruppam bor, даже o'sha gruppamning nomlarigacha hammasini skrin qilib yuboraman. Misol uchun mana o'quvchim muncha. Mana o'quvchim muncha daromadga chiqdi. Mana o'quvchim kelganiga bir hafta bo'ldi. O'sha muncha anaqaga natijaga chiqdi deb men o'zimnikini yuboraman. Instagramni so'rasin. Instagramda o'zini yuzini tuzilishi bormi? O'zi chiqib podkast qilganmi, kontent olganmi, o'zini o'quvchilar natijasini ko'rsata olganmi Instagramda, shuni ko'rsin. Keyin maslahatim qizlarga yana bir maslahat beraman. Begonadan boshqa begonalardan kursni olish hojati yo'q deb o'ylayman. Nimagaki o'zim sayramimiz ham juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Xohlasa offline o'rgansin, xohlasa online o'rgansin. Men o'zim uyim adreslarigacha aytaman. Siz bilan ko'rishib gaplashsak bo'ladimi dedim. Aytdim, bemalol men mana shu yerda turaman. Kelib ko'rishib, klientlar ham kelib ko'rishib ketadi. Kurs olaman deganlar ham yo sentrga chiqamiz, yo o'zi uyimga keladi, ko'radi, yuzma-yuz gaplashamiz. Ishonch hosil qilgandan keyin bo'ldi, sizda o'qib o'rganaman deydi. Birovlar keladi, cheris insonlar orqali keladi. Sizda menga tavsiya qildi, bo'ldi, men olib o'qiyman, kursingiz qancha deb. Shundayda har xil odamlar bilan ishlaymiz-da. Avvalambor onlayn kelayotganda birovdan ishonch qidirish kerak emas, avvalambor ayol o'ziga ishonishi kerak. Avvalambor o'ziga ishonishi kerak. Ayol o'ziga ishonib boshlandimi, o'ziga ishonchi ortdimi, xo'jayinini unga ishonchi ortadi, oisini unga ishonchi ortadi. Qaynonasini o'sha podдержкасы berish boshlaydi. O'ziga ishonmagan odam boshqalardan o'ziga qanday ishonchni kutadi? Avval siz o'zingizga ishoningda, qo'lingizdan nimalar kelishini ko'rsatib bering. Misol uchun, mana shuni o'qidim, muncha oyda mana natijaga chiqdim. Rasxotim muncha bo'ldi, foydam muncha bo'ldi. Men aytaman, siz tovar sotmayapsiz deyman-da. Misol aborot aylantirishim kerak, boshqa qilishim kerak. Siz faqatgina bilim olasiz. Bilimingizga bir marta investitsiya solasiz, всегда daromad topib o'tirasiz. Yana ham komissiya narsalar ko'p bo'ladi-da. Kelishadi-da, kurs haqida ma'lumotlar beramiz-ku. Kelishadi, bo'ldi, boshlaymiz deydi-da. Keyin aytaman-da, misol uchun endi oplata qancha deb so'rarmikin deb kutaman, lekin u haqida umuman ma'lumot anaqa
klient aytmaydi-yu, eng keyin biz aytamiz, oplata bunday bizda offline обучение, onlayn обучение, skidkada mana shunday yoki bo'lmasa skidka bo'lmayotgan paytda mana shunday deb aytamiz. Ha, voy, pullikmi deyishadi-yu. Pullikmi deyishadi-da, men aytaman-da, albatta pullik. Men ketayotgan vaqtim, unga beradigan energiyam, bilimim, uni bittalab tushuntirishim, ana shu gap alam qilib ketadi-da bir paytlar. Yoki men misol qilib aytaman-da, bozorga borib non yegiz kelsa ham pulga sotib olasiz-ku, to'g'rimi? Yo, magazinga olib tekinga ber demaysiz-ku. Hatto bolangiz pampersini ham pulga sotib olasiz. Bolangiz misol sut ichadigan, semiz ichadigan bo'lsa ham, qimmat bo'lsa ham sotib olasiz. Nimaga? Shu kerak sizga, bolangizga kerak. Bilmay kelganda, voy, tekin emasmi degan gaplar, nima desam bo'ladi? Xuddi yerga urilgandek bir paytlar his qilib ketaman-da. Hamma narsani o'ziga yarasha qadri bor. O'ylashadi ko'pchilik kurs sotib olib uyda o'tiradi deb-da, yo'q, unaqa narsa yo'q. Har bir ayol bilan bo'lak ishlaysiz. Kimdir tez tushunib ketadi, kimdir tushunishi sal sekinroq bo'ladi. Kimdir natijaga tez erishib ketadi, kimdir natijaga sekinroq erishadi. Ana shu odamni nima desam bo'ladi, fe'l-atvoriga qarab ishlaysiz-da. Misol uchun men o'zim o'taman, hali ofisim yo'q, endi xudo xolasa niyatimiz bor. Sentrga chiqib o'tamiz, xudo xolasa o'tamiz, hammasini yig'aman, обучениeni bitta o'taman. O'quvchilarimda yana ham tez natija bo'lishini sababi men 100% ayta olaman, bizda 80% praktikada o'tiladi dars. Ya'ni kursni avval ochib, o'qib qarab oling. Avval siz ma'noni ko'ring, keyin klient bilan olib ishlaysiz degan narsa emas. O'qib o'rganguncha salkam 5-6 oy vaqt ketadi. O'sha klient kelgandan keyin 5-6 oydagi o'qigan narsasi esda qoladimi, yo'qmi? Keyin aytaman, Hilol opay bilmayman deydi. Bilmasangiz ham statusga qo'ying. Bannerlarni beraman, reklama qilishni qandayligini o'rgataman. Kelgan klientga qanday savollarni menga yuboradi, men bunga javob bering deyman. Klient oladimi? Uslugasini oladi. Birinchi o'chirda uslugani oladi. Dokument ishni eng zo'ri qarzga qilinmaydi. Vaqtida qarzga qilib o'zimiz ham tilimiz zo'r kuygan. Shuning uchun men hozir umuman o'zim qarzga qilmayman. Dokument ishni eng zo'r qarzga qilinmaydi. Oldindan qachab 50% olinadi. Ishi bitgandan keyin 50%ni yana beradi. Oladi, uje bilmagan o'quvchi ham uje qo'liga qachab 5000 tanga tushsin, qanaqa xursand bo'lib ishlaydi shu ishni. Mayli qachab uyga o'chirtga qo'yib bersin, qachab yerga o'chirtga qo'yib bersin, xursand 5000 tanga topganiga действительно nimagaki u hech qanday harakat qilmadi, ertaga kechgacha chiqib ishlamadi ko'chada, farzandlari kimnikiga tashlamadi, sadikka berib bo'lmasam, erta 10da chiqib ketib, kechki 6da kelib ovqatimni qilib yuboray, kirimni yuboray degan unda narsa yo'q. Просто uyda o'tirib topdi-da shu pulni. Hech qanday qiyinchiliksiz knopkani shu to'rttasini bosadi, ozgina miyasini qotiradi, bo'ldi. Qiyinchilik bilan o'rgangan bilimi mana shunday toshkasida qoladi, son-soni harf-harfga toshkasida qoladi. Ertaga xudo xolasa kelajakda o'zi ham o'quvchi oladigan bo'lsa, xuddi shunday talab qilib oladi. Xudoga shukr, sayramda juda ham ko'p o'quvchilar natijaga chiqqan, hozir o'zlari ham katta kurator bo'lib, hattoki maqtanib qo'yay. Mana shu o'quvchilarim orasida yaqinda bo'ldi, Habib opay degan o'quvchimiz mana shu onlayn ishning orqasidan mashina ham oldi. Mashallah. Rahmat. O'zimiz ham bizning eng katta natijamiz mana shu. Pul topganimiz emas, kelgan har bir o'quvchilarni o'ziga yarasha natijasi bizning eng katta yutug'imiz. Keyingi savolimiz, DK Akademiyaning dars jarayonlari qanday bo'lib o'tadi? Bizning DK Akademiyamizda har 5-6 oyda yangi обновление darsliklar bo'lib o'tadi. Ya'ni o'zingiz ko'ryapsiz, hozir har oyda emas, har haftasiga qonun-qoida o'zgaryapti. Misol uchun oddiygina bir kuruch ochishni ham misol qilib o'tadigan bo'lsam, oldin klientlarimiz endi o'zlari biladi, bazaga kirganmagan nomer bo'ladigan bo'lsa, oldin o'sha sondagilarga telefon qilib videozamitga o'tishardi. Hozir unday emas. Hozir o'zimiz qilamiz. Ko'rdingizmi? Uje hamma narsa onlayn bo'lib ketadi. Uje biz sondagilar bilan sal kam, nima desam, aloqamiz kam. Ya'ni hammasi onlayn. Hozir so'ngga borsangiz ham kulishni onlayn u yoqda ochib berishmaydi. Borib ochtirasiz deydi. Даже uyga o'chirib propiskaga ham sonda qo'ymaydi. Biz qo'yib beramiz. Shuning uchun har 5-6 oyda tasdiqlarga обновление bo'ladi. Misol uchun oxirgi marta IP bo'yicha juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. O'sha tasdiqlarga обновление bo'ladi. ARSHni misol uchun o'zida katta обновление bo'ldi. Ya'ni ham ko'proq osonlashtirildi. Mana shu обновление bo'lgan darslarga birinchi o'chirda DK Akademiyamizda katta spikerlar bor.
dars o'tib beradi, katta gruppa bo'ladi, dars o'tib beradi. Ularni darsi onlayn tugagandan keyin biz uni to'liqroq shaklda o'zimiz o'quvchilarimizga offlayn tarzda o'tib beramiz. Offlayn tarzda o'tib beramiz. Ya'ni bir oy oldin bilim oldim, shuni o'zi menga yetadi yoki bo'lmasam 3-4 oy oldin mana jobani oldim, menga yetadi degan narsa emas. Shu sohada 3 yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsak, 3 yildan beri biz o'zimizni bilimimizga investitsiya solyapmiz. Talqimda olib qaragansiz, o'sha milliondan oshdi-da. Lekin Xudoga shukr, shu millionni sarflab biz kam bo'lmadik. Bilim hech qachon odamga ortiqchalik qilmaydi. Har 5-6 oy Har 5-6 oyda yangi dasturlar обновление bo'ladi, yana yangi sohalar qo'shiladi. Misol uchun, Yandex orqali daromad topish qo'shildi. Bu yangi yaqinda chiqqan Drive degan jobamizga, keyin mana shu kvartira subsidiyani ham yangi обновление bo'lgan darsliklari bor. Ariza chiqish bo'yicha yangi обновление bo'lgan darsliklar avval TCga yozib, notariusga yozib qiyin bo'lardi-da, vaqtimiz ko'p ketardi. Hozir unday emas. Hozir 5 minutda bitiramiz. 10 minutda ham ariza yechyapmiz, Xudoga shukr. 1-2 kunda ham ariza yechyapmiz, shunday narsa. Keyingi savolimiz, onlayn ish boshlamoqchi, lekin qo'rquvi bor ayollarimizga nima maslahat berar edingiz? O'zi qo'rquv bu Alloh taolo tomonidan berilgan bir his-tuyg'uda. Qo'rquv bor, ishonch bor, xursandchilik bor degandekda, lekin shu qo'rquvni yenga bilish kerak. Kimnidir hayotiga havas qilib o'tiradigan zamon emas hozir. Misol uchun, men o'zim ham o'sha paytda uyda o'tirgan paytimda Instagramda ko'rardim-da, misol uchun uzoqdan misol qilmay, saramizda mana shu biznes liderlariga men havasim kelardi. Voy, men shunaqa ish boshladi-ya, shuncha klienti bor-ya, voy. Misol uchun o'zim xohlagan vaqtda olyapti-ya deganim bilan havas qilib o'tirganim bilan menga kelib misol uchun kimdir 1 so'm pul bermadi. Voy, sen hali shunaqa hayotga havas qilyapsan, men Hilol kattakon rahmat deb qo'limga bermadi, to'g'risida. Keyin o'sha ayollar bilan bir gaplashgan paytimda bu ishni boshlash oson bo'lmaganini ham aytishadi-da. Qiyinchilik hammada bo'ladi, qo'rquv hammada bo'ladi. Lekin ko'p ayollarga bunday deymanda, misol uchun menga sizni yozishingiz ham, meni sizga yozishim ham bu nima desam, bekorga emas. Hozir meni o'rnimda siz boshqa birovga aldanib qolishingiz ham mumkin edi yoki boshqa birovdan kurs olishingiz ham mumkin edi. Lekin Alloh taolo siz bilan meni ro'baro qildimi? Bu ham bir yaxshilikka deymanda. Demakki, shuncha millionlab insonlarning orasida Alloh taolo shuni qalbiga soldi. Shu narsani-da, misol uchun shuni yonidagi dugonasiga solmadi yoki bo'lmasam o'zini birga yashaydigan bir insonini ko'ngliga solmadi-da shu narsani. Oldidan chiqarmadi-da, imенно o'sha odam oldidan chiqardi. Allohim nega menda bo'lmayapti deb o'tiraveramiz-ku, lekin bo'ladigan situatsiyan Allohim bizga imkoniyat qilib beradi-da. Imkoniyatni men deb qo'limizga shartta pulni bermaydi, imkoniyatni noldan boshlab beradi. Ana shu imkoniyatdan foydalanish yoki foydalana olmaslik inson o'ziga bog'liq. Qo'rqaman deb o'tirganman, hech qanday foyda yo'q, natija yo'q, qo'rqib o'tiraveradi. O'tirgan joyda o'tiradi. Lekin tavakkal qilib boshlaganlar o'sha yilma-yil o'sha pog'onasi baland bo'laveradi. Shuning uchun ayollarga maslahatim, qo'rqishmasin. Chunki bu qo'rqadigan narsa emas. Ozgina qo'rquv bormi yengsin. Yutqazadigan narsa emas, puldan kuyadigan narsa emas. Bugun bor, ertaga yo'q narsa emas. Chunki bu sohaga yildan yilga talab ortyaptiki, lekin kamayayotgan joy yo'q. Misol uchun, boyaga aytgan talab qayerda ko'p, ana shu joyda daromad ko'p bo'ladi. Lekin yana bir ularga beradigan maslahatim, qaysi sohaga kirishlaridan qat'iy nazar, shu sohada ishlaydigan insonlarni o'zlariga hech qachon konkurent deb bilishmasin. Misol uchun, men bilan birga ishlaydiganlar bor, lekin men hech birini o'zimga konkurent deb hisoblamayman. Chunki men o'zimga o'zim konkurent qilaman. 1 yil oldingi Hilola misol uchun men o'zimga konkurent, 3 yil oldingi Hilola men o'zimga konkurent. Bu ishdan bo'ldi, ketaman degan paytlarimda oldingi Hilolani o'zim ko'zim oldimga keladi, qo'y, stop, men Hilolaga borish xohlamayman deyman. To'g'risi, qaytish xohlamayman. Men hozirgi Hilolamanmi? Kelajakda Xudo xolasa bundan ham yaxshi Hilola bo'lishni xohlayman. Bundan ham bilimlik inshaalloh Xudo xolasa. Nima desam bo'ladi? Har bir orzu maqsadiga armon bo'lmasa yetisha olgan ayol sifatida ham o'rnak bo'lishni xohlayman. Ham ayollarga живой motivatsiya o'zim bo'lishni xohlayman. Motivatsiyani ayol hech qachon birovdan izlash kerak emas. O'zidan. O'zini ishlaydi, harakat qiladi, Allohdan so'raydi, boyaga aytganimdek, avvalam birinchi o'chirda Alloh bilan o'zini orasini yaxshi qilib olsa,
Allohga hamma problemasini topshirsin. Ichida qancha problemasi bor, uni qancha negativi bor, topshirsin Allohga. U ming yugurgani bilan u narsanichi man deb qilarsa, u narsani hech qachon o'zini yechimini topa olmaydi. Yechimini beradigan Alloh. Faqat u nima qiladi? Bor problema Allohga topshiradi. Ey Allohim, meni bo'ynimda qanaqa problemalar borligini sen bilasan. Ishonaman men senga, xayrisi bilan yakun hozir. Xayrisi bilan nihoyasiga yetkazasan, men seni qulingman. Sen menga berguvchisan, men oluvchiman. Allohim bizga beruvchi. Biz oluvchimiz. Qachonki biz beruvchini roliga o'tib ketamiz, o'zimiz xohlamagan paytda, o'zimiz bilmay qolamiz, beruvchini roliga o'tib ketamiz, man debchi. Ana shunda u uje nima desam bo'ladi? Hayotida boyaga aytganimdek qiyinchilik bo'lish boshlaydi. Biz qanday vaziyat bo'lmasa, oluvchini vazifasida o'zimiz o'rnimizda turishimiz kerak. Berguvchi Alloh. Mana shu rayisdan ushlashimiz kerak-da biz. Qachonki biz o'zimiz o'rnimizda turamiz, harakat qilamiz, so'raymiz, shunda beradigan Allohim so'raganimizdan ortig'i bilan beradi-da. Xohlagan joyimizda martabamizni ham buyuk qiladi. Orzularimizga ham osonlikcha yetishtiradi. Qiyinchilik bilan emas, osonlik bilan yetishtiradi. Xudo xolasa, men ayollarga, aynan hayramni ayollariga maslahatim, imkoniyat borida o'qisin, bilim olishsin. Hech qachon afsuslanishmaydi. Hech qachon. Agar afsuslansa, kelib menga aytadi. Xilona afsuslandik deb. Lekin hali shu paytgacha afsuslangan hech kim bo'lmadi. Ayollarimizning yana bir gapi bor, qaynonam ruxsat bermaydi. Uyning ishlariga nima desam, eplolmayapman, o'z zo'r ulguraman debda. Lekinchi, misol uchun, qaynonalar ham ona-da. Ona. Ular ham misol uchun yomon niyat bilan yoki bo'lmasam yomon narsa bilan kelin qilmaydi-ku, farzandim baxtli bo'lsin deydi, qo'shgani bilan qo'sha qarasin deydi. Hamma narsani o'zining iloji bor, yo'li bor. Aytadi-ku, yaxshi gapga ilon enidan chiqadi deydi-ku. Misol uchun o'zingiz uchun harakat qilayotganingizni ko'rgan ona ham, "Voy, to'xta, kelinim harakat qilyapti ekan" deydi. Ishlayotganingizni ko'radi, notebookni oldida ko'zingiz qizarib, vaqti kelsa, klientlar ishini bitirayotganingizni ko'radi, baribir bitta uyda yashaganingizdan keyinda. U o'zi shunday keyin baribir ona mehribon bo'ladi. Men kelin bo'lsin, boshqa bo'lsin, olib keling bolangizni men qarab turaman deydi. Yoki bo'lsam, qo'ying siz men ishingizni qilib oling deydi, men ovqatingizni qilib turaman deydi. Misol uchun men o'zimni onam qaynona degim kelmaydi to'g'risi. O'zim onam menga shunday yordam beradi. Ovqatim tayyor bo'lib qolmasa ham jahllari chiqmaydi. Chunki biladi qanday uje charchaganimni, boshqa qilganimni qo'yar mayli deydi. Yoki bo'lmasa o'zlari bir paytlar ovqat qilib qo'yadi, yoki bo'lmasa o'zlari bir paytlari zakaz qilib taomlarni olib kelib beradilar. Tushunadi. Vaqtida kirim ham yuvilmay qoladi, dazmol ham bo'lmay qoladi vaqti kelganda. Lekin menga hech qachon bu ayblarim yuzimga solishmaydi. Tushunishadi. Hozir bu yosh o'qisin, ishlasin, harakat qilsin. Meni misol uchun o'zim oyim aytadi, "Meni borimda harakat qil. Meni qo'limda ekansan, o'qi, ishla, harakatingni qil. O'zing eplab ket" deydi. Shuning uchun men aytarim, xo'jayin ham, qaynona ham bahona bo'ladigan narsa emas. Ayol kishi xohlasa, o'zi xohlagan narsani o'zining hayotiga kirgiza oladi. Faqatgina o'zimizning qo'limizda hammasi. Suhbatimiz juda ham chiroyli, foydali bo'lib o'tdi. Sizga kattakon rahmat kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Sizlar bilan bo'lgan Ruxshana, ko'rishguncha.